Mana o'sha oxirgi vaqtlarda ko'pchilikni qiziqishiga sabab bo'lgan undirilgan arpa. Buni qo'ylar qanaqa yeydi degan savolga javob mana qo'ylarning o'zi beradi. Marhamat. Qanaqa yeyishganini ko'rishinglar mumkin. Endi me'yor masalasida qanchadan norma belgilash kerak degan savolga o'zi odatda qo'ylarga normani asta-sekin ko'paytirib boriladi. O'rtacha 10 kilogramm vaznga 100 grammdan norma belgilanadi. Lekin mana bunaqa holatga kelgan qo'ylar uchun norma endi individual belgilanadi. Hozir kecha kunduzda mana bu qo'ylar 2 mahal 1 kilogrammdan undirilgan arpa doni yeydigan holatga keldi. Bu degani bu qo'ylarga bir sutkada 1 kilogramm arpa 1 kilogrammga yaqin arpa beriladi. 750 gramm arpa beriladi degan. Chunki arpa undirilganda vazni deyarli 2,5 barobarga ko'payadi. Ya'ni 10 kilo arpa 25 kilogrammgacha boradi. O'rtacha 22-23 kilogramm bo'ladi.